Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, mana 2025-yilda oshxona mebelimizni obzorini qilib beramiz. Oldingi videolarimizda ham ko'rasizlar. Kanalimizga kiringlar. Mana bu mebelimiz fasada akril, korpus laminat, stolishnicasi rossiyskiy stolishnisadan ishlatildi. Razmerlar bilan tanishtirib o'tamiz. Joyimiz uzunligi, jami uzunligi 2.18 joyga qilindi. Balandligi 2.30. Mebelimizni yaqinroqdan ko'rsatamiz. Mana uzr so'raymiz. Sushilkalarni qo'yganmiz. Sushilkaning ham qulayligi xonasini kattaroq olib turib, quritilgan idish tovoqlarni yoniga tepasiga taklab qo'ysa bo'laveradi. Boshqa xona bundan olib boshqa xonaga taklash shart emas. Suvni to'kkani mana tayda patnisi bor. Oshma-oshlar 100% davchi mexanizmda ruchkalarni yaxshisidan qilib qo'yib berganmiz. Tepasiga baget karnizlarini ham ishlatganmiz har doimgidek. Kronkalari 1 PVX kronka. Hop, yana tanishtirsak, tortmalarimiz. Tortmalar ham davchi mexanizmda. Buni tortmani eng tepadagi tortma ichiga qoshiqdan qo'yib beramiz. Hozir qolib ketibdi, olib kelib qo'yib beramiz. Bu ham bor ichida. Qoshiqdan mo'yka sushilkasini qo'yib beramiz. Smestitilda o'zlarida bor ekan. Hop, vichkani olib berishdi. Vichka gaz plita o'zlarida bor ekan, o'rnatib berdik. Vichkani ham mana bitta tavsiya, mana shunaqa tabletka vichka ishlatilsa, buni qulayligi tepa tarafiga, mana tepa tarafiga bemalol narsa qo'yib ishlatsa bo'laveradi. Ichi bemalol. Keyin bu oshxona mebelimizni yana bir qulayligi, ichida polka, 2 polka, 3 xonadan qilingan ichi. Bu xonasi ham shunaqa. Katta xonalari ham shunaqa katta 2 polka qilingan. Pastki xonalarni ham bitta ochib ko'rsatamiz. Hammasi davchi mexanizmda. Mana mo'ykani tayini ham ochib, joylarni chiqarib qo'yganmiz. Montajni o'zlari qilib olishadi. Suv montaj, gaz montajlarini biz qilib bermaymiz. Egalari o'zlari santexnika ulatib olishadi. Har doimgi ish shu. Kafelni o'zlari bosishgan, tepasini tepaga ilib berdik. Shpilkada qong'ish ekan, shpilka bolt o'tkazib, orqa tarafdan qo'shib qatirib, mahkam qilib ilib berdik. Xo'p, bu oshxona mebelimizni narxiga kelishdan oldin bittadan like tayamanglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyingi videolarimizni ham xudo xolasa o'tkazib yubormaysizlar. Bu oshxona mebelimizni pagonli metr, 1 pagonli metri 2.100.000 so'mdan qilib beramiz. Dastavka vodiy bo'ylab bepul Toshkent shahri qolgan viloyatlarga kelishgan holda bo'ladi. Jami 3.18 razmer, gaz plitani pasi yasalmagani uchun, gaz plitani joyi tashlab ketilgani uchun tepa tarafi bor. Shuni hisobiga 60.5-30 sm chiqarib oldik. 320 bo'lsa 290 sm ga hisoblanadi pagonli metr. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.